eng davlatimizda eng xoinlik qiladigan, ular davlatni sotib ham beradi. Karimov hukumatga davlat tepasiga kelgandan keyin sekin-sekin xo'jaliklar, qishloq xo'jalik korxonalari, kolxoz, sovxozlar sekinlik bilan o'tirib boshladi. Iqtisodiyoti jihatdan o'tirib boshladi. Terroristlar ustun turadi shu. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidanman. Kuni kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida davlat xavfsizlik yig'ilishi bo'ldi. Yig'ilishda Mudofaa vaziri bilan Davlat xavfsizlik idorasining rahbari chiqib gapirdi. Davlat xavfsizlik idorasining rahbari Bahodir Qurbonov ham va'da berdi, korrupsiyani yo'qotaman dedi. Bugun unga chiqishimda O'zbekistonda Karim davrida paxta tozalash zavodlari qanday qilib obgor ahvolga kelganiga to'g'risida gapirmoqchiman. Undan keyin Bahodir Qurbonovga murojaat qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, o'zim agronomman, mutaxassisligim. Kolxozda, xo'jaliklarda ishlaganman. Ishlagan davrimizda shu paxta yig'ishtirilardi, har 5 kunlik terim puli berilardi. Kolxozlarda, xo'jaliklar, qishloq xo'jalik korxonalarining o'zining hisob raqamida hamisha puli bo'lgan. Paxta terilib topshirilganda ham qilib zavodlar, paxta tozalash zavodlari pesh topshirilganda qilib pulni to'lab beravergan. Kunlik. Zaxirasida puli bo'lgan. Iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lgan. Karimov hukumatga davlat tepasiga kelgandan keyin sekin-sekin xo'jaliklar, qishloq xo'jalik korxonalari, kolxoz, sovxozlar sekinlik bilan o'tirib boshladi. Iqtisodiyoti jihatdan o'tirib boshladi. Shu o'rinda paxta tozalash zavodlari ham o'tirib boshladi. Keyin men aytdim, bir akaxondamiz bordir, amal bo'lib ketdi, joy jannatdan bo'lsin. Bir umr xilab zavodda ishlagan odam. Aytdim, aka dedim, va dedim, paxta tozalash zavodlarida pul bo'lardi dedim. Kolxozlarda ham, kolxoz sovxozlarda ham pul bo'lardi, o'zining zaxira puli bo'lardi. Iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lardi. Bu paxta tozalash zavodida ham baquvvat bo'lardi. Iqtisodiy jihatdan juda baquvvat bo'lgan edi xilab zavodlar. Juda eng katta mablag' zaxirasida turadigan zavod edi. Bu nima degan gap bu? Bir xillar idan eshityapman, 6 oydan beri pul ololmayapmiz. Desam, Akmalboy, nima deysiz dedi. Ha, gapirim qanday dedim. Mana ular dedi, ixlob zavodga xo'jayin bo'lib oldi dedi. Kim o dedi. Mana dedim, siz ishlagansiz dedim. Ishlagan davringizda qanday edi dedi. Ishlagan davrimizda dedi, na prokuror kirardi dedi, zavodga na militsiya kirardi dedi. Na raykom kirardi, na rais bo'lgan, hech kim xo'jayinlik qilmasdi dedi. O'zimiz xon, o'zimiz bek dedi. Ishni qilardik dedi. Mustaqil bo'ldik, sekin-sekin dedi. Mana ular egallab oldi hozir dedi. Ha dedim, qaysinisi dedim. Prokuror ham shu yerda dedi. Endi o'y yetmaganday dedi. Esim bu kim egallab olgan dedi. Esim bilan nima aloqasi bor xilop zavodga dedi. So'ramang dedi Akmalboy dedi. Shu milliy xavfsizlik dedi, egallab olgan dedi. Paxtani dedi, oldin xilop zavod sotardi dedi. Hozir dedi, paxtani dedi, esimni sotadi dedi. Yo, tavba dedim. Paxtani dedi, esimni sotadi dedi. Tasavvur qiling. Keyin bu dedim, esimga nima aloqasi bor dedim. Milliy xavfsizlik dedim. Milliy xavfsizlik tashqi razvedka bilan, ichki razvedka bilan shug'ullanish kerak dedim. Ishlab chiqarish zavodlarda nima bor dedim. Desam, so'ramang dedi Akmalboy dedi.
dedi, Inoyatov dedi, oilasi sotyapti paxtani dedi. Tolani ya dedim. Ha dedi. Yo'q, to'g'ri dedi. Inoyatovning dedi, oilasi sotyapti dedi. Tolani dedi. Bu yoqdagilar dedi, bunday qaradi dedi. Bular ham pastdagisi ham dedi, keladi dedi, hali shullerlari bor bularning ichida dedi. Shu mahqining ichida shullerlari bor dedi. Ular ham dedi, keladi dedi, tumshug'ini tiqadi dedi. Inoyatov pul qilyaptimi? Biz ham pul qilishimiz kerak deb keladi dedi. Aytmaydi dedi. U gapni gapirmaydi dedi. Keladi dedi, ana dedi, 1 so'mlik zapchasi dedi, 10 so'm qilib tiqadi dedi. Ha, keyin dedi, xilab zavodlar o'tirmasdan dedi, kim o'tirsin dedi. Keyin xilab paxta tozalash zavodidagi ishchilar peşma-peş oyma-oy pul oladimi dedi. Mana 6 oy bo'ldi dedi. 6 oylik oylik yo'q dedi. Tola ketgan dedi, puli yo'q dedi. Ha dedim. To'xtang endi dedim. Abbo dedim, yaqinda dedim, Surxondaryoda bir 100 mi 200 ta bola dedim, xilab zavodda ishlaydiganlar qamaldi dedim. Bu nimasi edi dedim. Akmalvoy dedi. Yaponiyaga dedi, tola ketgan dedi, Surxondaryoda. Zavodda ishchilari dedi, tolaning ichiga dedi, toy paxtaning ichiga dedi, o'lik paxtani tiqdi dedi. Eng past sort paxtani tiqib dedi, usti yaltiroq, ichi qaltiroq qilib jo'natdi dedi. Ishchilar, shu zavodda ishlaydigan odamlar dedi, paxta tozalash zavodda ishlaydigan odamlar shunday qildi dedi. Nima bunday qilyapsizlar desak, nima biz Inoyatovning orqasini kengaytirganni dunyoga kelganmizmi deb qildi dedi. Ha, kelganda dedi, Yaponiyaga dedi, paxta borgan dedi. Tolani ochsa dedi, toyda ochsa dedi, ichidan dedi, o'lik paxta chiqdi dedi. Bir 2 million dollar dedi, jarmani qo'lga yubordi davlatga dedi. Endi bu pulni dedi, kim to'lash kerak dedi. Ha, ishchi shuni ichida yurgan odamlar dedi, olib tiqdi dedi, pulni to'lattirdi dedi. Qamaganini qamatdi dedi. Lekin aytolmadi dedi hech kim dedi. Aslida dedi, mohiyatda dedi, zavodda ishlaydiganlar nima Inoyatovni kengaytirgani biz dunyoga kelganmizmi deb aytadi. Lekin dedi, ana uni dedi, bilgan yo'q, aytgan yo'q dedi xalq dedi. Shu ishchilar dedi. Shuning uchun dedi, tolaning ichiga dedi, toy paxtaning ichiga, hurmatli vatandoshlar, eng past sortdagi paxtani tiqqanda ustini yaltiroq qilgandagi toy qilib jo'natib zavodning ishchilari shu ishni qilganlar Inoyatovning orqasini kengaytirganini biz dunyoga kelganmizmi deb aytadi. Faqat o'zlarining ichida buni chiqarmagan. Na sud qilgan, bularni tergov qilgan, qamagan, boshqa qilgan, pulni to'lattirgan, to'lagan, qo'yni sotib, molni sotib, tovuqni sotib, tuxumini sotib bo'lsa ham degan shu O'zbekistonga qo'llanilgan jarima pulni degan mana shu odamlarni cho'ntagidan to'lattirdi. Ko'rdingizmi? Mana adolat, adolatsizlik dedi. Ishchilar, zavodning ishchilari mana shunday ish qilgan. Biz degan Inoyatovnikini degan orqasini kengaytirganni dunyoga keldikmi deb shu ishni qilgan. Ochiq gap bo'lgan. Mana shu haqiqatdan mana shu gap bo'lgan. Endi xo'jaliklarniki endi gapirgiligi, uni burada o't o'risdagi hali chiqish qilaman, aytganman, chiqqanimda bir chiqqanimda qishloq xo'jalik bo'yicha hali to'xtash bo'lmaydi hali. To'xtash bo'lmaydi u. Faqat bugun endi hozir mana shuni gapirishimdan maqsad Bahodir Qurbonov Davlat xavfsizlik idorasining rahbari prezidentga va'da berdi, korrupsiyaga qarshi kurashaman bu yil deb. Biz ham O'zbekistonlikmiz, bizda ham haqqimiz bor korrupsiyaga qarshi kurashishda yelkadosh bo'lishimizga. Har bitta O'zbekistonlikman degani korrupsiyaga qarshi kurashishga yelkadosh bo'lishimiz mumkin. Haqqimiz bor. Mana bo'lgan voqeaning bir qismini aytyapman. Paxta tozalash zavodidagi ishchilarning qilgan mana shu ishlari. Tolani dehqon yetishtiryapti. Paxtakor yetishtiryapti, tolani mixga sotyapti. Nimaga uchun mixga shu mana shu narsani Karim davrida, Islom Karim davrida shularga yo'l ochib berdi. Yo'l ochib berildi. Oxiri oqibat nima bo'ldi? Paxta tozalash zavodlari g'orga cho'kib ketdi. Hurmatli vatandoshlar, buni bejizga gapirganim yo'q. Endi hozir O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik idorasining rahbari Bahodir Qurbonovga murojaatim bo'ladi.
O'zbekiston Respublikasini Davlat xavfsizlik idorasining rahbari Bahodir Qurbonov. Siz prezidentga korrupsiyaga qarshi kurashaman deb va'da berdingiz. Butun O'zbekiston jamiyati buni ko'rdi, eshitdi. Qani ko'ramiz deb o'tiribdi. Bahodir Qurbonov gapining ustidan chiqadimikan, yo'qmikan deb o'tiribdi. Sizlar tashkilotingiz mana shu korrupsionerlarda eng davlatimizda eng xoinlik qiladigan vatan xoinlari ana shu korrupsionerlar bo'ladi. Terroristlar ustun turadi shu poraxo'rlik, korrupsionerlar qilayotgan ishi. Ular davlatni sotib ham yuradi. Sizga murojaatim shundan iboratki, birinchi, Davlat xavfsizlik idorasida nechta 60 yoshdan o'tgan, pensiya yoshiga chiqqan odamlar ishlayapti. Shu pensiya yoshiga chiqib qanchadan pensiya olyapti, qanchadan oylik olyapti. Buni ochiqlashingizni talab qilaman. Bu bir. Ikkinchisi, Bahodir Qurbonov 24-yil dekabrda 25-yilgi byudjet qonuni ishlab chiqilgan. Qonun 25-yil kuchga kirgan. Dekabr oyiga borib, yaqinda kun o'zdami qay axborotlarda ham chiqib ketdi. Byudjet qonunidan tashqari 3 milliard 400 million dollar pul ortiqcha xarajat qilingan. Ana shu ortiqcha xarajat qonuniga nisbatan, byudjet qonuniga nisbatan qo'pol ravishda buzilgan deb hisoblayman. Buni iqtisodchilarimiz ham yaxshi biladi, xalqimiz ham yaxshi biladi. Mana shu pul nimaga uchun 3 milliard 400 million dollarlik pul ortiqcha xarajat qilindi. Qilingan xarajat nima sababdan bo'lgan? Qayerga qaysi maqsadda ishlatilgan? O ishlatilgan pulning natijadorligi qanday bo'ladi, bo'lish kerak. Ana shuni aniqlab xalqimizga ochiqlashingizni so'rayman. Bu men kabi 38 million xalqni konstitutsion haqqi bor so'rashga. Siz Davlat xavfsizlik idorasining rahbarimisiz? Siz va'da berdingizmi prezidentga? Prezidentga va'da berdingizmi? Demak 38 million xalqqa ham va'da berdingiz. Shuni ochiqlang, qayerga u pul sarflandi? Eng katta xavf korrupsiya degan narsa. O terrorizmdan ham ustun turadi. Har qanday diniy oqimdan ham ustun turadi. Davlatni sotib yoradiganlar mana shu korrupsionerlar bo'ladi. Buni tarix misolida ko'rib keldik, ko'ryapmiz, bilyapmiz, eshityapmiz. Hamma biladi. Bahodir Qurbonov, O'zbekiston Davlat xavfsizlik idorasining rahbari. Sizdan shuni talab qilishga haqqim bor. Xalqimizga ochiqlang. O'zbekistonda yashayotgan 38 million xalq tinchlik, totuvlik tarafdorlari. Xalqimizda keksa avlodlari duo qilib turibdi. Yurtimizga tinchlikni bergin, omonlikni bergin, fayz bergin, baraka bergin deb so'rab turibdi. Xalqni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak. Bilamiz. Karim davrida nima bo'lganlarini hammasidan xabarimiz bor. Xalq biladi. Hozir ham gaplar ketyapti. Ammo lekin esdan chiqqan yo'q. Mirziyoyev endi iqtidorga kelgandan keyin yaxshi yo'nalish boshlovdi. 2 yildan keyin yana buzildi. Endi uni bilmayman, endi vaqt keladi, vaqt ko'rsataveradi hamma narsani. Hurmatli Bahodir Qurbonov, sizga murojaatim bo'ldi. Murojaatimga bir ochiq ma'lumot bersangiz degan umiddaman. Hurmatli vatandoshlar, korrupsiyaga qarshi
bel bog'lamasak, ertaga ahvolimiz voy bo'ladi. Buning uchun muxolifat suv bilan havoday zarur. Muxolifat kayfiyatidagilar yurtimizga juda zarur. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yurtimizga Allohim tinchlikda, totuvlikda fayz barakasini ato etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.